Ne kadar? Aş koydu. Qo'chqorlar jupi 18 million bo'libdi. Kelishamiz, 18 millionga oldim. Narxini qancha deyapsiz? Narxini mana ikkovini 9 dan kami bor. Mana ikkovini 11 dan kami bor. 11 dan. Quyuq suyug'iga 10 milliondan kami bor. 10 milliondan kami bor. Qo'zi hali mana. Kishi ko'rsatib qo'ying-chi. Mana tishi o'rmagan, qo'zi ekan. Bo'y necha chiqargan buni? Bo'yi 90 chiqadi. Assalomu alaykum akalar, ukalar, qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Akalar, ukalar, bugun video syomkalarimizni biz Namangan viloyati Kosonsoy tumani o'sha siz bilgan Tergachi hayvon bozoridan olib boramiz. Xo'p, akalar, video o'tkazmasdan oxirigacha ko'rib turasizlar. Bo'g'oz qo'yqida yurgan aka-ukalarimizga bu yerda bo'g'oz qo'ylarda, ona bola, qo'chqor qo'ylarda ko'rsatib o'tamiz. Akalar, videoda oxirida o'zimni qo'ylarimni ham qo'yaman. Kimga qiziq bo'lsa, aloqa ochib ko'rasizlar. Bo'g'oz qo'ylar bor, zot va go'sht yo'nalishiga qo'chqorlarimiz bor. Akalar, video o'tkazmasdan oxirigacha ko'rasizlar. Xudo xolasa hammalarga yaxshi kayfiyat. Xo'p, akalar, bugun hafta kunimizga juma ulug' kun. Hammalarga kunlaring xayrli, barakatli o'tsin. Xo'p, 2-noyabr 2026-yil. Demasam akalar, biz o'z syomkalarimizni boshladik. Arashallar bor ekan. Arashallarda go'zallardan bor ekan. Akalar, ukalar. Bir qator restoran. Assalomu alaykum. Aka, sizdanmi qo'ylar? Bular gibridlar ekan. Bo'g'oz ekan aka bular. Qo'chqordan chiqqan qo'ylar. Mana qorin sop qolibdi. Qorin sop ekan. Chiroyli. Arashallar ekan. Aka, bularni yoshlarni qanaqa bularni? Necha qoringa bo'g'oz? Yebisi zo'r, 3-qoringa qo'ylar. 3 qoringa bo'g'oz hammasi. Mana shuniki sal kattaroqchisi. Ha, bunisi kattaroq. Ammo yaxshi ovqat. Bo'ylari nechaga beramiz bularni? Bo'ylari mana ikkalovi 90 dan. 90 dan mana bu ikkalasi. 85. Mana ikkalasi 85 dan ekan. Mana bu ikkitasi 90 dan ekan. Xo'p. Narxini qancha deyapsiz? Narxini mana ikkovini 9 dan kami bor. Mana ikkovini 11 dan kami bor. 11 dan. Quyuq suyug'iga 10 milliondan kami bor. 10 milliondan kami bor. Agar hozir YouTube'da ko'rdim, deyishsa dastlabki ham qilib berasizmi? Dastlabki kelishib qolsa gaplashaylik. Necha puldan qilib berasiz? Oxir taqal degan narxini aytib qo'ying. Endi qancha deb Taqal degan shu bir joyga hammasini olamiz degan aka-ukalarimizga. mana uni misol 8,5 dan qilib turishibdi-da. 8,5 dan qilibdi bozor, ha. Bermadi. Ha. Misol hammasini 8,5 dan bir joyga bo'lsa beraveradi. 8,5 dan hammasi bir joyga ketsa ketaveradi. Telefon nomerni qoldiramiz. 90lik 90lik 555 555 26 27. 26 27. Bozoringizni bersin aka. Mana akalar. Qo'ylar, kichkina qo'ylar bor. Yelimlar 3 paga. Ajoyib. Qo'ylar. Hibrid. Mana akalar. Bellarni ko'ringlar. Ajoyib qo'ylar ekan. Nimadan chiqadi ekan? Akalar mayda. Ona bola variantlari bor ekan. Tushadimi o'ziga? Aka, necha pul beryapsiz? Necha pul beryapsiz aka? 10 millionga berdim. Ha? Necha puldan beryapsiz? O sariqqa 7 million. Sariq 7 million. Bolasi bormi? Ina bola. Bolasi qo'chqormi so'g'da aka? Qo'chqor. 10 million. 7 million qilyapsiz. 11 millionga olibdilar. Mana akalar, 7 million qildilar yo. 7 millionga beradilar. 7 millionga juda arzon. Mana akalar, bu qadar ko'rsatamiz. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? O'g'illar sizdan? Bo'g'oz, ena bola, shunaqa. Ina bola, bo'g'oz. Mana shu sariqqa necha pulga berasiz buni? 15 deyapsiz bolasi buni. Bolasi qo'chqor bolasi. Bolasi qo'chqor. Xo'p, yana ina bola qaysi bu yerda? Buni bolasi qo'chqor, ha? Bolani katta bergan ekan, ha? Bunisini bolasi ekan mana. Bunga 10 beradilar, mana bolasi. Ha, buni bolasi.
Shu ikkala sariq qo'chqor, mana shu ikkala sariqni bolasi. Buni bolasi ana bu ekan. Ha bu sariqniki, bunisi ekan. Uni 10 kami bor ekan. Buni 15 dedilarmi? Hozir so'raymiz. Mana ekan. Qo'chqor uyga Bolasi qo'chqor mana. Bolaniki birga bergan ekan. Aka nech pulga beramiz aka? Rosa haqiqiy kuzaydi. Bola degan nech pulga beramiz mana shu? Buni 10 ga beraman kichkinani. Bola degan ayting. Masalan 15 kam bor. 15 kam bor. Telefon nomerni qoldiring menga. Telefon 95lik. 95lik 711 711 0391. 0391 qiziqqanlar alloh qochib qo'yasizlar. Akalar. Sariq 15 kam bor ekan. Bu qo'ylarda sifati unchalik zo'r emas ekan. Ular bo'g'oz ekan. Ona bola. 2 kunlikmi aka? Bugun ikkinchi kun, ha. 2 kun. Bozor qancha qildi? Bozor 6,5 qilib turibdi. Bozor 6,5 qilib turibdi. Urg'achi bola. Necha chiqardinga bu bolasi? 3-chi. 3-chi bolasi. Hali sotilmadi. Mana akalar. O'zingiz nech pul deyapsiz buni? 8,5 debdi. 8,5 deyapsiz-a? Mana akalar, qiziqqandagi. Uchinchi bolasi ekan. Hop. Shu yerda sotib berasizmi yo? Sotamiz. Shu yerda sotib berasiz-a? Olasangiz telefon nomerini aytib qo'ying. Qiziqqanlar bo'lsa. Telefon nomeri yo'q. Qiziqqanlar alloga tushaveradi. Bo'ldi aka. Bolangizni bersin. Mana akalar, shu yerda sotib olaganlar. Narxini bilib qo'yardik. Akalar, dehqondan yaxshi variantda. Bo'g'oz deyishyapti. Faqat asla ko'rsatamiz ana. Bo'g'oz ekan. Bo'g'ozmi do'stim? Bo'g'oz. Sizdan ham qo'ylar? Bizdan. Necha oylik atrofida bo'g'oz bular do'stim? 3 oylik. 3 oylik. Mana buni bo'yi necha chiqar qo'shni? 90 chiqdi bo'yi. 90. Bunisi-chi? Nechaga beramiz buni? Buni 80 ga beraveramiz. 80 ga beramiz. 80 ga beramiz. Necha chiqaringa bo'g'oz, xudo xolasa? 3 qarinda. Ikki ham 3 qo'ringa bo'g'oz ekan. Mana akalar. Do'stim, bu nech puldan deyapsiz endi buni? Ular 14 millionga dastavkasi besplatni ketaveradi Toshkentgacha. Toshkentgacha dastavkasi besplatni. Kelishtirib ayting endi. O'tib beramiz, bitta Ikkoni. Bitta qilishaveramiz. Xayrni o'zingiz telefonda gaplashasiz-a? Telefonda gaplashaveramiz. Akalar, kimga qiziq bo'lsa, aloqa ochib ko'rasizlar. Xayri bor ekan. Bir sariq, bir qora. Bunaqa bo'g'oz ekan. Mana akalar. Chiroyli. Mana bu yerda ham bitta ajoyib. O, nima bu? Bo'g'ozmi? Ha, bo'g'oz. Mana akalar. Yo'q, balandroq qilyapti. Nech pul deyapsiz buni? 5 million deyapti. 5 million deyapti. Ha, yilin Yelimlar ko'chgan, bo'ldi, yelim ko'chgan ekan. kishi ham yash mana. Bir ko'chat qo'ying tishini. Qo'zi. O'zi ekan. Bozor 43 million. Men qaranglar. Ekan tur beraydi ya. Men qarang, bu ham 5 million deyapsiz, to'g'rimi? 5 million kami Xo'p, bo'yini nechaga beramiz? Bo'yi 75 plyus. 75 plyus. Xo'p, o'zi ekan. Dastlabkamiz bor. Dastlabki qilib beramiz, kelishib. Dastlabki qayergacha qilib berasiz? Toshkentgacha ham qilib beramiz. Toshkentgacha ham qilib berar ekanlar. Ular 5 million kami bor bozorda. Kami Internetda bor. ham baland aytilmaydi. Internetga ham 5 kam bor. Qo'zi, tishi. O'zi ekan, xo'p. Birinchi qorin, o'sarmandan. Ko'chgan, chiqlar. Ko'chgan aka balik yelini. Mana dehqondan. Dehqondan yaxshi variant. Juni xaroba turibdi, mana tagini ko'ringmi? Ishlab Tagi toza jundan. mana akalar. Mana. Dumbadan tulash boshlab. Xo'p, Garbanos ko'ring. Tug'magan hali, oyoq qo'li uzun. birinchi qoringa. Xo'p, Qo'y qilib olib yuraman degan odam bozor. ancha qo'y qilib olib yuraman degan aka-ukalarimizga mana yaxshi variant. Chiqquncha tug'averadi. Ha. Nech pul qilib berasiz buni? Ya telefonda kelishasizmi? Qizig'i yo'q.
Agar haligi bo'lsa aytib qo'ying, mana shu telefonga tushib qoladi. Shuni qarab telefon qilishadi. 5 million narx aytyapman. Ha, kamini aytsangiz aytib qo'ying bo'lsa. bor. Bu telefonda ham olarganda buni 5,5 aytilmaydi. 4 million Mana 700 bozorda. mingga Toshkentgacha dastavka ham beraman. 4 million 700 ga mana bozorda mana bozor turibdi mana. Akalar mana. Bor. 4 million 700 ga yetib beradi. Berganimga baraya. Ha, bitta sherigi bor ekan, sotilib ketibdi shunga. Marab turibdi deyaptilar. 4 million 700 ming so'mga Toshkentgacha dastavkasi. Yelini ko'chibdi. Besplatniy ekan. Akalar, kimga qiziq bo'lsa aloqa chiqarasizlar, birinchi qoringa bo'g'oz ekan. Telefon nomerini qoldiramiz. 95 lik. 95 lik. 076 Hop. 0305. Akalar telefon qo'rasizlar. Shu nomerga. Akalar. Ash qo'ydi, qo'chqorlar jupi 18 million bo'libdi. 8 million. Chiroyli. Akalar 18 million olishibdi jupini. Hop, so'radim. Sotishar ekan foydasini bergan odamga. Aka, sotdingizmi? Necha pulga ketaveradi ikkalasiga? Ha kelishamiz-da 18 millionga oldim. Ha, esda bor telefon nomerini qoldiring. 94lik 94lik 573 573 4353. 43 53. Buni yosh oyliklari qanaqa buni? Yosh oyliklari. Bas ikkita, bunisi 4ta. Ikkita to'rtta. Mana bu ikkita ekan. Nargis to'rtta ekan. O'sha nomerlar telefon qilar ekansizlar, kelishaverar ekansizlar akalar. Kimga yoqsa. To'y hashamga juda zo'r variantlar. Akalar. Kimga qiziq bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Akalar. Mana ajoyib go'zallardan, qo'shqorlar, zo'rlardan ekan. Aka, mana shu qo'shqor ushlangchi. Yuzi oq ekan. Yuzi oppoq. Akalar, qo'shqordi. Qovoshlarini qaranglar. Juda chiroyli. Yuzlarini qaranglar. Oppoq. O'zi hali mana. Tishini ko'rsatib qo'yingchi. Mana tishi yormagan, o'zi ekan. Bo'y necha chiqargan buni? Bo'yi 90 chiqadi. Bo'yi 90 chiqargan akalar. Ishlov berilmagan ekan. Kimga qiziq bo'lsa, telefon nomerlarini olamiz. Narxlarni qo'yamiz. Xo'p, buni qancha deyapsiz? Buni 8 ga beraveramiz. Xayrisi bor. 8 million xayri bor. O'tib beramiz. O'tib berdan joyi bor ekan. Xo'p. Yuzlarni qaranglar. Yuzlar, quloq boshlari but-butun ekan-a? Quloqlari ham mana akalar. Quloqlari juda uzun ekan, juda chiroyli narsa ekan. Xayrini telefonda o'zingiz kelishasiz? Kelishib, ha, o'tib beramiz. Toshkentgacha dastavkasi ichida. Dastavkalari bor. Xudo xolasa yemishlariga garantiyani berasiz. Ha, yebishi garantiyasi bor. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor, qolgani kelishilgan holda. Kelishilgan holatda. Xo'p, menga telefon nomerini hisobotda qoldirasiz. 93lik 93lik 052 052 17 77. 17 77. Mana bunisi nechi pul? Bunisi? Bunisi 6 milliondan ekan akalar. Kimga qiziq bo'lsa. Mana bu lekin sizlarga tavsiya qilaman. Qo'shlari mana bunlari. Ajoyib. Ishimni ko'rsatib qo'ying. Ikkita, to'rttaga endi o'tyapti. Ikki tish ekan. Mana bu juda chiroyli ekan lekin. Qiziqqanlar o'sha nomerga aloqa chiqarasizlar bemalol. Kimga yoqsa akalar aloqa chiqarasizlar bemalol. Dastavkalari bor, yebishlariga bir hafta garantiyani berar ekanlar. Yuzlari oq yuz. Haqiqatan mana arashan shkozlariga arashanda xudo xolasi tozasi arashamiz. Mana akalar. Hali qishini kermagan ham. O'zi cho'q ekan ha. Akalar, mana bu yerda zotga mana arashan bor ekan haqiqatan. Xudo xolasa Qirg'iziston sirg'alari bilan juda chiroyli mana garbonosini qaranglar akalar. Juda go'zal. Dumbarazlar kiygan mana yorma dumba ekan. Akalar juda ajoyib. Bo'shar buni bo'ylar nechiga beramiz? Bo'ylari 80 atrofida 80 atrofida chiqaradi. 75 ga beraverasiz. 75 ga beraver ekansiz. Qo'chqor hali yosh, o'zi 6 oylik. Mana 6 oylik o'zi ekan, tishi yormagan. O'zichoq. Mana ishlar mayda. Akalar juda chiroyli.
bo'lsin. Ha, qorasi ham bor ekan akalar. Qulog'i 20 dan oshib chiqadi, shikildimi qulog'i ham? 20 oshiq. Toza 20 arasham oshiq. bu. Mana. Arasham qorasi ekan. Nimalar yer kutmagan, o'sil kutmagan, juda chiroyli. Qirg'iz baldag'i. Rustam yelkalari bilan, sirqalari bilan ajoyib. Bo'shar mana buni ushlangdi buni. Mana buni oq yuzda. 6 milliondan. 6 milliondan deyapti ekanlar mana. Bo'shar. Biz xayrni qilib berasizmi obunachilarga? Obunachilarga ikkalasini 11,5 ga beramiz. 11,5 berasiz ikkovini. Qayergacha dastlabga yetkazib berasiz? Dastlabki Samarqandgacha yetkazib. Samarqandgacha yetkazib beraverasiz. Mana akalar. Qoraya marshi quloqlar. Lekin menga mana bunisi yoqdi, juda chiroyli ekan zotga. Telefon nomerni qoldiramiz, qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqishadi. 77lik. 77lik 102 102 3102. 3102. Bozoringizni bersin. Xayrini ham qilib beramiz. Yana xayrni qilib berasiz. Beraman. Yana xayrni qilib berganlar. Mana. Kimga qiziq bo'lsa aloqa ochib ko'rasizlar, bemalol. Akalar, kimga mana bunaqa sifatli arashan qo'chqorlar kerak bo'lsa, top beramiz bemalol. Pastdan nomerlarga aloqa chiqishlari mumkin. Akalar, bu qo'yimiz Andijonga baraka bo'ldi. Xo'p, qo'yimiz haqida azizlar ma'lumot berib qo'yamiz sizlarga. Qo'zimiz agar bozna qaranglar. Sho'rmagan qo'zi, bo'ylari 85. Yungimlar 85 chiqdi. Andijonga baraka bo'ldi. Xudodan baraka topsin. Juda chiroyli arashan qo'chqor. Mana akalar, kimga shunaqa qo'ylar kerak bo'lsa, aloqa ochib ko'rasizlar. Juda chiroyli mana. Ajoyib qo'chqor mana. Akalar mana bo'g'oz qo'zlariga naq ikkita bo'g'oz qo'yimiz bor. O birinchi turgan ikkinchi qoringa u tomon turgan yuzi oppog'i uchinchi qoringa bo'g'ozyapmiz. Akalar mana bu birinchi turganimizning bo'yi 85, uniki ham 85. 80 plyus qo'laverasiz akalar. Har kim har xil o'lchaydi. Xo'p. Qo'ylarimiz akalar yeb-ichishga bir hafta garantiyasi bor. Sinovdan o'tgan, sinaverasizlar. Yedirib, ichirib, pul sanab yurasizlar akalar. Xo'p, qo'yimiz Namangan turibdi. Ko'rinishlarida. Xo'p, buni ham vodiy bo'ylab Toshkentgacha yetkazib beramiz akalar. Xo'p. Qo'yimizni endi akalar narxiga kelsak, narxi 7,5 million so'mdan kami bor akalar. Qayerda bor? Telefon qo'yasizlar, telefonga olib ishini bitirib beramiz akalar. Naqd bo'g'oz akalar. Qorinlarni so'rayapti. Juda chiroyli. Ikkalasi ham kichkina narsa emas, gibrid qo'ylar. Kichkina qo'ylar. Orqalarini, orqa boshlarini juda chiroyli qo'ylar. Zo'r qo'ylar. Akalar, go'sht yo'nalishiga ham mana bunday qo'chqorlarimiz bor. Shunaqa qo'chqorda yana bitta qo'chqorimiz bor. Akalar, go'sht yo'nalishiga kimga kerak bo'lsa, mana qora qo'chqorlarimiz ham bor. Xo'p, akalar, bu narxi 6 million so'm. Kami bor akalar buni. Bo'ylari 80 aka. Akalar ketkazgan otlarga rozi bo'lib qo'yasizlar. Kimga qiziq bo'lsa, pastdan nomerlarga aloqa ochib ko'rasizlar bemalol.